Jigar, men bu odamga o'xshaysanmi desam, o'xshamas ekansan. Lekin galstukning rangiga o'xshab ketar ekan. Jigar endi 2 yil Malayziyada yurib kelding, ta'lim sohasida. Qancha soqqa topding sir bo'lmasa? Sen soqqadan boshqa narsani o'ylaysanmi o'zi? Endi ishimiz shu-da Jigar. Kim qancha topdi, qayoqdan topdi? Shunisi qiziqda. Xullas, men bu 4000 Jigar 10 million so'mini plastik kartonga tashab qo'ydim. Qandoq olgan bo'lsam, xuddi shunday qaytaryapman. Dollarni dollarda, so'mni so'mda. Hammasi cheki-cheki. Faqat 2,5 yil deganda rosti senga o'z ishonib berdim. Kerak paytda parod qilding to'g'risi. Yaxshiyam qo'shnim Zafarboy bor ekan. Yonib turganda qarashib turdi, baraka topsin. O'sha Zafarboy qo'shningni o'zi parod qilgan. Bilasan, o'sha paytda bizning ozgina sherikchilik biznesimiz bo'lardi. Ukam, zo'r biznes bor. Soqqa tikamiz, hamma ishlaringni yig'ishtirib pulini olib kelgan dedi-da, bersam, kamera qo'yish biznesiga tiqoribdi ablah. Men bilib, kerak emas, unaqa biznesga pullarimni sarflamayman, qaytarib ber deb turib olsam, tuhmat qilib qamatib yubordi 15 sutkaga. Adashmayapsanmi? Meni qo'shnim Zafarboy-a? Ano kamerani ko'ryapsanmi? Xo'sh, Tepadagini, orqadagilarni ko'ryapsan hammasini. O'sha qo'ydirganda emas kameralarni ham. Shaharda 50 ga yaqin kamerasi bor edi. Oson pul topgandan keyin ochko'z bo'ladi odam. Ani ruxsat berilmagan joylarga ham kamera qo'yib tashab. Tekshirishdi, qarashdi. Oxiri tortib olib qo'yishdi biznesini ham. Battar bo'lsin. Ziqnaligini evazidan shu yoshida oilasi bilan ajrashdi. Bolalari yomon yo'lga kirib ketdi. O'zi anu infarkt bo'lib shol deydimi, anu aravachalarda yuribdi. Kelganingdan keyin ko'rdingmi, ko'rmadingmi, bilmadimmi qo'shningni? Xullas, odamlarni qarg'ish ursa shunaqa bo'ladi. Men ham rozi emasman. Hali bir kun haqqimni albatta olaman. Shuning uchun kech qoldim-da. O'zimni tiklashga, qarzlarimni yopishga vaqt ketdi. Rozi bo'l Jigar. Zafarboy aka. Qo'shni. Kimdir bormi? Zafar aka. Zafarboy aka. Ya, assalomu alaykum. Amin qo'shni. So'msiz. Hali ham esiz kirmabdi-da, qo'shni. Qatdan bo'lsa hamchi, soqqani bosish kerak, soqqani. Hali bir kun haqqimni albatta olaman. Odamlarni qarg'ish ursa shunaqa bo'ladi. Olganni biznesga tikvorasiz. Qatdan bo'lsa hamchi, soqqani bosish kerak, soqqani. Men ham rozi emasman.